Donald Trump Fox News'ga bergan intervyusida Ukrainadan Rossiyaning hamma talablarini qabul qilgan holda tezda taslim bo'lishni talab qildi. Politsiya va Rossiya Milliy gvardiya xodimlari migrantlar ishlayotgan va dam oladigan kafelarda reydlar o'tkazdi. Nyu-Yorkning Long Island orolida katta o'rmon yong'ini avj olmoqda. Tanlovingiz va ishonchingiz uchun katta rahmat. Fikrlaringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Nyu-Yorkning Long Island orolida katta o'rmon yong'ini avj olmoqda. Qozog'istonda qor bo'ronida qolib ketgan 20 kishi qutqarildi. Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari Aqto'be va Qarag'anda viloyatlarida qor bo'ronida qolgan 20 kishini qutqarib olgan. Qutqarilganlar orasida bolalar ham bor. Hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q. Politsiya va Rossiya Milliy gvardiya xodimlari migrantlar ishlayotgan va dam oladigan kafelarda reydlar o'tkazdi. Kafelardan birida 790 o'ram nosvoy topilib, tovar egasiga nisbatan Rossiya Federatsiyasining Ma'muriy jinoyatlar kodeksining 1453 moddasi 2-qismi bilan bayonnoma tuzilgan. Изъяли 790 свертков, которые в последующем направлены на экспертизу. В действиях гражданина усматривается административное правонарушение. В другом кафе правоохранители обнаружили и изъяли 69 бутылок алкоголя, на продажу которой у хозяина заведения отсутствует лицензия. В действиях индивидуального предпринимателя содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Donald Trump Fox News'ga bergan intervyusida Ukrainadan Rossiyaning hamma talablarini qabul qilgan holda tezda taslim bo'lishni talab qildi. U Fox News'ga bergan intervyusida Ukraina Joe Biden davrida Amerikadan yosh boladan konfetni tortib olgandek pullarni olganligini aytadi va bu hol endilikda hech qachon takrorlanmasligini ta'kidlab o'tgan. And he's talking about the fact that they have fought and there's a bravery because somebody has to use the weapons. But without those weapons, don't forget, I was the one that gave them the javelins that was able to knock down all the tanks. Obama gave nothing. Look, if I were president, that would have never happened. You wouldn't have had Russia going into Ukraine. You wouldn't have had the whole situation with Hamas and October 7th. It would have never happened because Iran was broke. They had no money. They weren't giving it to Hamas or Hezbollah or anybody else. You would have never had the worst evacuation anyone's ever seen, which is Afghanistan. Tanlovingiz va ishonchingiz uchun katta rahmat. Fikrlaringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.